Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi Sirdaryo viloyatidagi 16-maktabga o'rnatilgan quyosh panellarimiz o'rnatib ishga tushirish arafasida mana tog'amiz qisqacha ma'lumotlarni berib o'tadi. Qanday taassurotlarsiz bor? O'rnatilish jarayonlari, ish sifatiga nima deysiz? Yaxshi. Bu joyimiz aniq manzili qanday aytiladi? Saxnobod tumani, Sirdaryo viloyati, Qaymoq qishlog'i. Qaymoq qishlog'iga o'rnatilgan mana 15 kilovatlik quyosh panellarimiz mana hozir ustanovka jarayoni yakuniga yetdi. Hop, 90 o'nlik monokristal ikki tomonlama quyosh panellarimiz o'rnatib bo'lindi. Ikki qator panellarimiz 620 wattlik. Sifatiga baho berasizlar. Jinday chala ishlari bor. Hali kabellarini tashlab, invertorlarni o'rnatish jarayonlarini ham qo'yamiz. O'n qismdan ko'ra mana yerga o'rnatib berishimizni talablashgani uchun yerga qo'yib, chiroyli qilib ustanovka qilib mustahkam holatda o'rnatib berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastga opsional nomerlar qo'ydiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana shunday xizmatlar, sifatli xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.